Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan darsimizda to'xtagan joyimiz shu ediki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yasrib kishilari bilan ularga islomni o'rgatishligi uchun Yasribga o'zini sahobalardan bittasini jo'natishligini ixtiyor qildilar. O'zini ulug' sahobalarining orasidan Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu ni tanlab oldilar. Va mana shu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanchalar mohir rahbar, hakim zot bo'lganligini yana bir marta siz bilan bizga ko'rsatib berdi. Shunday qilib Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Makkadagi to'kin sochin, boy badavlat, farovon hayotini iymonga kelganidan keyin faqirona hayotga almashtirdi. Dunyosidan voz kechib oldi. Mus'ab ibn Umayr Madina aholisini, endi Madina deymiz, Yasribni qalblarini o'zini zuhdi bilan, taqvosi, ixlosi bilan, muhabbati bilan oziqlantirdi. Odamlar Allohning diniga u kishining da'vati tufayli to'p-to'p bo'lib kirishdi. Musulmonlar Yasribdan kelgan musulmon 12 ta edi Makkaga kelishganida. Rasululloh ular bilan Mus'ab ibn Umayrni qilib qo'shib jo'natdi, 13 ta bo'ldi. Lekin mana shu kishini Mus'ab ibn Umayrni qilgan ishidan butun Yasrib, butun Madina ahli iymonga keldi. Hech qancha vaqt o'tmadi. Keyingi yilda haj qilgani ketayotgan madinalik kishilar 70 tadan ko'ra ko'proq odam bordi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at berishdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Yasribga, Madinaga ko'chib kelishliklarini so'ranishdi, talab qilishdi. Mus'ab ibn Umayr aqlli, farosatli, zakovatli inson bo'lgan. O'zini yelkasida qanday mas'uliyat borligini juda ham yaxshi his qilgan. Mus'ab ibn Umayr oddiy bir elchi emas, oddiy bir posol emas bizning tilda. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni elchisi. Demak, u kishiga qarab turib Rasulullohga baho beradi odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo hijrat qilishlikka izn berdi va u zot sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirib kelyaptilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hamrohligida. Mana endi Madinaliklar Rasulullohni kelishligini kutib bir necha kun chiqishdi. Rasululloh Savr g'orida 3 kun o'tirganligi uchun Madinaga kelishiga ham kechikkan edi. Har kuni chiqishadi. Madinaning tashqarisiga chiqib turishadi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati ulkan. Nima, ular payg'ambarimizni ko'rishganmi? Yo'q, hammasi ko'rishmagan. Birorta suhbat qurganmi? Yo'q. Nima uchun bunchalar yaxshi ko'rishadi? Sabab ularni kecha-yu kunduz haqqa da'vat qilgan, Rasulullohni ularga tanitgan, Rasulullohni Allohning huzurida martabasi qanchalar ulug'ligini tushuntirgan Mus'ab ibn Umayrni mehnati sababli yaxshi ko'rishadi. Tushunyapsizlarmi? Bu kishi Rasululloh bilan Madinaga ansorlarning o'rtasidagi bir bog'lovchi kishi bo'ldi. Albatta ansorlarni iymoniga sabab bo'lgan Mus'ab ibn Umayr oldimi? Ansorlarning hamma hasanotlaridan Mus'ab ibn Umayrga ajr bor. Biz ham hayotda biror marta biror kishining hidoyatiga sabab bo'lganmizmi? O'sha bir harom narsani tashashiga, namoz boshlab olishiga, ibodat yurishiga savol beraylik-da. Qiyomat kunida biz ham savob sahifalarimizda boshqalarning qilgan amallardan ham bizga ulush bormikin? Yo faqat menga tegma, men ham senga tegmayman degan qabilda yashaganmizmi? So'raylik o'zimizdan. 100 yil burun bu yerda o'tirganlardan bittasi yo'q edi. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bittamiz ham qolmaymiz. Lekin mana shu vaqtning ichida 50 yil, 60 yil ichida kimidir savob amallari bizni ham sahifamizga yozilarmikin? Bitta odamni Alloh sen tufayli islomga olib kirsa, hidoyat qilsa, sen uchun qizil tuyalardan ko'ra mana shu narsa yaxshiroq deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bormi shu narsa? Istab ko'raylik. Qarindoshimiz bordir, jo'ramiz bordir, yur deb yetalashimiz kerak bo'lgan. Yo'q, biz yerga uramiz, yig'ilib qolsak, mabada o'tirib qolsak, ziyofat qarindoshlar, sen g'usulda ham sen to'g'ri qilmaysan, sen. Bizni ko'rganda bezidiyon qilib tashlaymiz. Hujjating bormi har bitta gapiga? Ha, Mus'ab ibn Umayr o'zini zebi zinatlik, boy badavlat hayotini tark qildi. Ammo nimaga erishdi? Alloh taoloning roziligiga, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning roziligiga, musulmonlarning muhabbatiga va qiyomatgacha ismi aytilganda Alloh undan rozi bo'ldi degan mansabga, martabaga erishdi. Agar ana shu maishatga to'lgan hayotini tanlab iymondan voz kechganda ham o'lar edi, dunyosidan kechib iymonni tanlovdi ham baribir
o'ldi. Xuddi siz bilan biz 100 yildan keyin birortamiz qolmagandik. Mus'ab ibn Umayrni hikmati, muloyimligi, ilmi, fasohati, zakovati tufayli Madinani Manaman degan sayyidlar iymonga kelishdi. Bir kuni Asad ibn Zurorani xonadonidagi ziyofatda Mus'ab ibn Umayrni yana bir zakovati yaqqol ko'zga ko'rindi. Asad ibn Zurora bilan o'tirib odamlarni dinga da'vat qilar ekan, ularning oldiga qo'liga qurolini olib, ularni haydashlik uchun Mus'ab ibn Umayrni haydashlik uchun Banu Abdul Ashqal urug'ining sayyidi Usayd ibn Huzayr keldi. Asad ibn Zurora, Mus'ab ibn Umayr odamlar da'vat qilib o'tiruvdi. Usayd ibn Huzayr keldi. Kelib aytdiki, endi Usayd qarasa, Makkalik bir yosh yigit kelib olib, bu yerliklarni o'zlarini, otalarini, bobolarini dinidan qaytaryapti, olihalarni tark qilishga chaqiryapti, hech kim bilmagan yangi dinga chaqiryapti. Keldi, Mus'ab ibn Umayrni haydab bormoqchi bo'ldi. Kelib aytdiki, agar joning o'zingga shirin bo'lsa, bizni mahallamizni tark qil. Qo'lida quroli bilan turibdi. Shunda Mus'ab ibn Umayr hech qanday bir xavotirga tushmay, hech qanday bir qizishmasdan, achchig'i kelmasdan xotirjam turib aytdiki, "Ey amaki" dedi. "O'tiring. So'zimizga quloq soling. Agar so'zimizga rozi bo'lsangiz, qabul qilasiz. Rozi bo'lmasangiz, mahallangizni tark qilib ketamiz" dedi. Usayd ibn Huzayr qavmining sayyidi edi. Bu aqlli odam, xushyor odam. Ma'qul gapni gapiryapti bu yigit. O'tirdi, eshitdi. Mus'ab ibn Umayr unga Qur'on tilovat qilib berdi. Jannat, do'zax haqida gapirdi, iymonga da'vat qildi. Mus'ab ibn Umayrning mana shu da'vati, mana shu bir hikmati, muloyimligi sababli Usayd aytdi, bu qanday ham go'zal so'zlar ekan, dedi. Bu dinga kirish uchun nima qilish kerak? Mus'ab ibn Umayr aytdi, kiyimini va badanini poklab, so'ngra Allohdan o'zga iloh yo'qligi va Muhammad alayhisalom uning elchisi ekaniga guvohlik beradi, dedi. Usayd ibn Huzayr turdi, bir qancha vaqt yo'qoldi, qaytib keldi, shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Banu Abdul Ashqal urug'ini sayyidi iymonga keldi. Albatta endi qavm unga ergashadi. Chunki odamlar o'zining ulug'lariga ergashadi. Ulug'lari qayerga yursa, orqadagi yoshlari ergashadi. Bir davlar bo'lgan, erkak kishidan yo sigaretda yo aroqda hidi kelib turish kerak degan tushuncha bilan yashagan odamlar. Kattalar biladi buni. Anqara onam dedi, sigaret ham ichmaydi ekan, aroq ham chekmaydi ekan, aroq ham ichmaydi ekan deydi. U erkak nima deydi, xotin kishi o'sha atir chachib yurar ekan. Uyat bo'lgan shu narsa bir paytlar. Chunki kattalar shunaqa bo'lganligi uchun yoshlar ham orqasidan erchib ketavergan. Usayd ibn Huzayrning islomidan eshitgan Madina ahli bir-biriga yuzlanib, ya'ni Abdul Ashqal urug'i ergashdi. Ulardan keyin mana shu Mus'ab ibn Umayrni da'vati tufayli Sa'd ibn Muoz va Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhular iymonga kelishdi. Va bularni mana shu ulug' insonlarda Madinaning ulug' kishilarining iymon kelganini ko'rib, qolgan Madina ahli ham iymonga keldi. Bularning hammasini hasanotlari kimi savob sahifasida bo'ladi qiyomat kunida? Agar birodarlar da'vatchi odam muloyim bo'lsa, hikmat bilan ish tutsa, aqlli bo'lsa, roshid bo'lsa, albatta bu narsa Alloh taolaning bergan katta ne'mati. Qo'pollik bilan da'vat qilinmaydi hech qachon dinga. Yaxshilab bilib olaylik shuni. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu shahid bo'lishi. Sahobalar aytishgan edi. Rasululloh bilan birga hijrat qildik. Allohning roziligining talabida bo'ldik. Ajrimiz Allohning zimmasiga o'tdi. Ammo oralarimizda ayrim kishilar dunyoda oladigan ajridan biror narsani olmasdan ketdi. Ularning ajri Allohning zimmasida bo'ldi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Alloh yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tirikdirlar. U zotlar Alloh o'z fazli karama bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar. Kunlarning birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir tansiq taom olib kelindi. Abdurrahmon ibn Avfning oldiga ham deyiladi. Hali ovqatga qarab turib yig'ladi. Nima yig'layapsiz deganida Uhud kunini esladi. Uhud kunida Mus'ab shahid bo'lgan edi. Kafanlagani matoh topa olmaganmiz. Ozgina bor matohni boshiga tortsak oyoq ochilib qolardi, oyog'iga tortsak boshi ochilib qolar edi.
boshini o'rab, oyog'iga ana shu o't o'lanlardan qo'yib ko'mdik. Ular ajrini dunyoda olmasdan ketdi. Ammo bizga Alloh taolo dunyoni ochdi. Ajrimizni Alloh taolo dunyoda o'zida berib, dunyoni o'zida berib qo'ymadimikin deb xavotir bilan yig'laydi.